Assalomu alaykum hammaga. Abbos hamda Sulton aka. Bugun professionalniy instrument bilan poluprofessionalniy yoki budjetniy desak ham bo'ladi. Hamyonbop shurpa-yurtda taqqoslab obzor qilib beramiz. Bu yerda komplektatsiyasi, kuchi va akkumulyator qanchaga yetishini ham solishtirib ko'ramiz. 1.8 million so'm va 700 ming so'm. Buni orasidagi tafovut 2,5 barobar yoki 3 barobar siz ham bo'ladi, hamda 2 milliongacha sotiladi. Va bugungi videoda nima farqi bor va qaysi birini kimga olishi maslahatini berib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda bo'sh komplektatsiyasiga nazar solamiz. Bu yerda o'zini pasporti, instrumentni o'zi, ikkita akkumulyator, 2 amperli va zaryadning stansiyasi bor o'zini. Bu e'tibor berasizlar 4 amperli. Ya'ni mana bu akkumulyatorni yarim soat ichida to'ldirib bera oladi. Endi bu bitta keysda chiqadi. Endi pitga o'tamiz. Pit komplektatsiyasi. Bu yerda bizda ikkita akkumulyator, bu ham 2 amper chasli va instrumentni o'zi va 1,5 amperli zaryadniy ustroystvo. Bu degani mana bu akkumulyatorni 1 soat 20 minutda to'ldirib beradi. Ya'ni mana bundan 3 barobar sekinroq to'ldiradi. Hop, bu keysda chiqadi o'zini. Va yopamiz. Komplektatsiya bo'yicha plus minus 1 xil. Hop, endi esa bularning xarakteristikasi va ergonomikasi haqida gaplashamiz. Bunda bo'shda 30 newton, shuning uchun 12 va 30 va temir patron 1600 оборотga chiqadi. Hop, bu yerda Шуруповерт Пит 35 ньютон, 1600 оборотов с пластиковым патроном. ya'ni 35 newton, bundan 5 newton kuchliroq deb aytilingan 1600 оборот va plastikoviy patron. Ikkalasi ham 10 li. Ikkita skoroskga ega ikkalasi ham. Hop, endi vesiga keladigan bo'lsak. Bularni vesini o'lchab ko'ramiz. Bo'sh 904. Pit esa 844. Ya'ni pit yengilroq, bu degani ko'proq qo'l charchamasdan ishlasa bo'ladi. Hop, bularning uzunligini qaraymiz. Hop, patronidan boshlab bo'lsak agar 16 cm. Pitda esa bu yerda hisoblasak agar 14.8 chiqadi. Bu nima degani? Bu nima degani? Bu bo'sh uzunroq. Sal kichkinaroq pit, udobniyroq desak ham bo'ladi bu borada. Qalinligini hisobga olsak agar bitta 55 mm. pit esa 49 mm. ya'ni pit yana qulayroq, kichkinaroq bo'lib chiqadi. Hop, endi qo'lga ushlaganda xavat menda yaxshiroq, chunki qalin qilingan bo'libdi. Udobniyroq ushlaganda. Menga esa unchalik udobniy emas. Ergonomika bo'yicha yana bular rezinkasini qaraymiz. Eng muhim joylarda va tepasiga ham qilingan, lekin mana bu yerda bokovoy rezinkasi yo'q. Bu nima degani? Tomda ishlayotgan bo'lsak agar qo'yib yuboramiz, tushib ketdi qo'limizdan. Tushib ketadi, chunki hech qanaqa поддержка yo'q yonida. Endi pit eng muhim joylarga qilingan rezinka va mana bu yerda ham udobstvo uchun ushlashga qilingan va hamda yonida ham bor. Bu nimani beradi? Bo'ldi. Qaqqa qo'ysak ham tushib ketmaydi. Sirg'anib ketmaydi xolos. Bu qulaylik keltiradi. Xo'p, bo'sh akkumulyatorni hozir testerda polniy zaryadligini aniq qilish uchun qo'lga olamiz. Ko'rasizlar, 12.24. Yana pit. Ko'rasizlar, yana bitta gapirib ketish kerak bo'lgan narsa. Bo'sh akkumulyatorda 5 ta kontakt. Pitda esa
3 ta kontakt. Ichida 2 ta va tashqarida bitta dona. Bu degani, Bu degani bu yerda защитный platasi o'zida. ha, ichida, akkumulyator ichida. Bunda esa instrumentni o'ziga olingan va zaryadniy устройствоga ham olingan защитный platasi. Ya'ni bu yengilroq agar взвешивать qiladigan bo'lsak, akkumulyator yengilroq chiqadi. Xo'p, ketdi. Pit zaryadkasi 11.72 beryapti. Xo'p, endi ikkala shurpayo'rtga nagruzka berib ko'ramiz. Bular mebelniy bo'lgani uchun eng qiyin vazifalardan biri bu pyorishka va katta Torx Medved prostonoriyda aytadigan bo'lsak, samarezlar. Ketdi. Hozir ikkala shurpayo'rtda ham mощностьini solishtirib ko'ramiz. Bu yerda Torx 30 20 sm ketdi. Birinchi скоростda. Ikkinchida qila olmaydi. Bosh. Pit xuddi o'sha 30 talik nasatka, 30 talik Torx va 20 talik uzunligi ketdi. Xo'p, endi 35 talik pyorishka, 4 talik granli. Bunaqa o'zi testda bunaqa shurpa-yo'rtda qilinmaydi. Ya'ni biz maksimal darajada nagruzka bermoqchimiz va ko'rmoqchimiz. Endi hozir bo'sh birinchi скоростda qilib ko'radi shu ishni. Ketdi. Bo'ldi. Bu yerda bemalol qildi, ko'rasizlar, dalshanga ketish hojati yo'q. Endi pit. Endi pitni solishtirib ko'ramiz. Xuddi shunaqa birinchi скорость. Ketdi, rejim sezilmaydi. To'xtadi. Chunki zashtiga ketdi hozir menimcha. Yana to'xtadi. Ikkinchi marta. Ko'rasizlar, sal pitni kuchi kamroqligi hozir shu yerda sezilib qoldi. Hozir endi boshqacha bo'shi pyorishkasida qilib ko'ramiz. Hop, endi bo'sh pyorishkasi 30 talik bu eng qiyin vazifa, chunki bu yerda ikkita granli va juda qiyinchilik tug'diradi bunga. Ketdi, bo'shdan boshlaymiz. Birinchi скорость xuddi shunaqa to'rtli akkumulyator. Ketdi. Bemalol to'xtamasdan teshyapti. Dalishga ish hojati yo'q. Ko'rdinglar, bemalol teshdi. Endi pit. Xuddi shunaqa birinchi скорость rejim sverleniya. Bunda 35 Newton deb aytilgan. Hozir yana undan qiyinroq vazifani beramiz. Zashtiga ketdi, to'xtadi. Dalishga shotdi. Bir vaqt to'xtadi. Atak bu juda ham qiynalyapti. Da, juda ham qiynalyapti. Оборот sal kichkinalik qilyapti. Sekinroq teshyapti bo'shga nisbatan. Pit 19 guhar birinchi скоростda. To'xtadi, защита. Endi esa bo'sh.
Birinchi ko'rish bo'sh. Xuddi o'sha 19 ruhar. Почти, bilan to'xtadi, защита уже. Yog'ga kuch yetmayapti. Bu sal ko'proq otildi. Hop, bit zaryadka akkumulyator to'la 30 talik pyorishka bo'shki. Hozir biz tomkani teshib ko'ramiz. Bunaqa qilish maslahat berilmaydi, hech qayerda bunaqa ishlatilmaydi, 12 voltli shurpa yurtda. Lekin biz zaryadkasi akkumulyatori qanchaga yetishini ko'rish maqsadida shu narsani test qilmoqchimiz. Birinchi bitda, keyin bo'shda va qanchalik qizib ketishini ham ko'ramiz. Ketdik. Почти. İkinci deşi bitmekte. Birinci deşi. Temperatura. Temperaturasi hozir 63 gradus. Motor 63 gradusgacha qizib ketdi. Akkumulyator esa 47, почти 50 gradusgacha chiqyapti mana. 49-50. O'zi 60 gradus. Защита. Kengisi. Uchapkot. Ne, давай. Следующий. 35 ga ko'tarildi, ketdi. Birinchi ko'rish. Уже buni aylantira olmayapti, ketmayapti. Biz faqat 30 talik, mana juda ham qattiq, shuning uchun 30 talikda ko'ramiz. Onun kızıp gitti. Aychi gradusi hozir 63, 66 daraja, 68 gradus ko'rsatyapti motor isuvligi va akkumulyator isuvligi esa 53. 53 gradusgacha chiqdi akkumulyatori qizib ketgani. Hozir yana davom ettiramiz.
Почти pishmayapti ya. Akkumulyator bitta dona qoldi hozir. İşte teşhur romla bo'ldi. Ani temperatura? Temperaturasi motor 60-65 gradus, где-то 65. Akkumulyator esa 54 gradus chiqqan. Zaryadkasi esa bitta dona. Ko'rayotganinglardek, ikkita dona teshuv qilindi hozir. Hozir endi uchinchisini qilib ko'ramiz. Bo'ldi, o'chdi. Akkumulyator polni o'chdi. Bu yerda hozir ikkita полноценный teshuv va bitta boshlanishida. Endi bo'sh, bunda ham to'la akkumulyator. Xuddi shu pero, ishlatilgan pero bu. Bo'ldi. Maksimum birinchi skorost ishlaydigan. Xuddi shunaqa teshamiz. Birinchisi tayyor. Birinchisi bo'ldi. Qo'losida qotib mana to'nka. Birinchi teshuv tayyor. Ikkinchisi. Tayyor. Bu tezroq teshyapti. Nimaga ko'ra? Temperaturasini hozir qarab ko'ramiz. Xo'p. Temperatura, motor temperaturasi 40 gradus. Akkumulyatorniki esa 25, 24, 30 ga chiqibdi. Maksimum. Ketdi. Yana bitta. Uchinchisi.
Так, uchinchi tayyor. Uchinchi tayyor. Bunda ham bitta qolyapti, ko'ryapsizlar. Почти Juda ham qiyin ketyapti. 50 gacha chiqdi gradusi mana. 49-50. Akkumulyator esa 32, hali endi sal soviganmi? 34, 35. Aha. 4-inchisi ketyapti. Dörtüncüsünü aldık. Bo'ldi. 4-inchisi ham tayyor. Oxirgisi 5-inchisi akkumulyator почти 1. Bitta dona ketdi. Akkumulyator. Akkumulyator уже ham yetib kelyapti. Lekin hali o'chib qolmadi-yu, lekin kuygani bo'lyapti. Hop. Temperaturasi nima qo'ydim? 62 gradus. Akkumulyator esa 49-50 gradus почти. Shu bilan bo'sh 2 barobar 2 barobar ko'p teshik qildi. Hop, ko'rdinglar, ikkalasini ham sinadik. Bu akkumulyatorda 2 barobar ko'proq teshuv qilyapti bizga va buni Newtoni sal ko'proqligi bilindi. Kattaroq samolyot qotirganda va pyorishkani aylantirganda. Bunda 35 deb aytilgan, lekin bu yerda 35 yo'q, uni tekshirish kerak. Bunda 30 realda bor. 30 Newton bor. Va nimaga 2 barobar ko'proq teshuv qilganini hozir instrumentlarni ochib, razbor qilib, ichidagi materiallarni qanaqa ishlatilganlarini ko'rib, yoritib beramiz. Xo'p, bo'sh hammasini yoyib qo'ydik va ichidagi tuzilishi bu pitniki, pitni zapchastlari va pit motori, mana bu pit bo'sh motori. Хоп, процессор сопротивления, да? Да, я хотел бы отметить сопротивление межфазное у двигателя. 26. Так, 26. Bu qanchalik kam bo'lsa, shunchalik shunchalik kamroq batareykani yeydi-da, короче. Вот. Mana o'zini sопротивленияsi 31 dan 23 gacha. Bu
yuradigan сопротивление, chunki motor aylantirsak, hozir ko'rsataman sizga. Ko'payyapti. Ko'rdingizmi? Mana. А так 28, да? 28. Где-то 31, 30dan oshiq. Endi bo'shligini ko'rsatamiz. 26. Lekin bu dvigatelsiz. Hozir joyiga qo'yamiz. Endi yana bir marta ko'ramiz. 26 и межфазный 22 kamroq. Bu nima degani? Nima aytmoqchiman? Mana medniy provolkani chiqarayotganda havo ishlatilmaydi, vakuumda chiqariladi. Bu esa oddiy anaqada chiqariladi. Производство. Oddiy qilib havo bilan chiqariladi. Hozir buni ko'rsatib beramiz. Naglarni kamerada medini razницasi. Obmotkasini. ana lakni olib tashladik. Mana. Hozir mana. Mana. Bu слишком плотный qilingan. И teshiklari yo'q. Teshiklari yo'q. То есть безвоздушный. Vakuumda qilingan. Havo tegmagan unga. Endi pitkani ko'ramiz. Bitta motorli obmotkasi. Mana bundan tozaladik lakdan. Mana shu joy. Mana. Ishi Вот тут видно. qora tochkalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, bular o'sha havo kirgan. Bu demak воздушное производство, то есть havoda chiqarilgan. Bu производство любой zavodda qilsa bo'ladi. Вот, и kam turadi. То есть bu arzonroq versiyasi. Professional instrumentlarda har doim obmotka bezvozdушный shu ishlab chiqariladi. da. Hozir yana Bu nimani beradi? Tokka o'tishini ko'paytirib beradi. Bezvozdушный qilinsa va kattaroq nagruzkaga kuchini yo'qotmaydi. Pitda ko'rgan bo'lsanglar, pitda nagruzkada уже обороты ham sal kamaydi va sekin qilishni boshladi. и bo'sh tezroq anaqa teshdi. Da, bo'sh tezroq teshdi. Хотя bir xil narsa edi. Da. Shu? Da, и bu mana bu anaqalar akkuratность bo'yicha ham mana bu simlarini ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda qalinroq, lekin knopkasi. Вот здесь отдельно, да? Да, Ну, можно, да. это взаимозаменяемое, Да. можно поменять. У пита, Тоже. у пита тоже, да, колодка отдельно. тоже можно отдельно поменять кнопку. Да. Bu yaxshi. То есть zamena qilsa bo'ladi. Ремонтопригодный зор. Ikkalasida ham zo'r. Да, основное отличие o'sha nima deydi, сопротивлениясida и mana shu obmotkasida bo'ldi. Endi akkumulyatorni ochib ko'ramiz. Hop, ko'pchilik so'raydi, бесщеточный motor qanaqa ishlaydi o'zi? Hop, bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, magnit, Неодимовый магнит. neodimовый. Mana bu yerdan tok kelganida tok bundoq yuradi va tokka orqasidan ichidagi narsa ham, ichidagi mana bu zubchiklari ham aylanadi, ichidagi magniti. Kuylab ketadi. Da, kuylab ketadi. И оборот o'shandan ko'payadi. То есть сопротивление щеточныйdan ko'ra bu yerda kamroq. Kamroq. Ancha kamroq и akkumulyator anchaga yetadi. Da, ko'proq yetadi. Ko'proq ishlayveradi. Mana shunaqa ishlaydi, бесщеточный motor. Xo'p, akkumulyatorga keladigan bo'lsak, pit
yecheykalari. Bu yerda Haystar. Haystar degan yecheyka. Bu yerda Samsung. То есть Samsung 20 amperli Samsung va даже bilmadim. не написано. Не написано. Shu bu ham 20 amperli bo'lsa kerak, lekin bilmadim. Platalari. Eshitdim. BMS platalari. Bir 140 gram boş. 140 gram pit. Bir xil. Lekin bu ham original, bu ham original. Lekin Samsung ko'proq ichidiydi и ko'proq tok beradi. Yo'nqishi ham, kuchi ham ko'proq. Bunga qaraganda. Shuning uchun Bosch o'zi yagona kompaniya qaysiki akkumulyatorga ham va instrumentni o'ziga ham 3 yil kafolat beradi. Pit esa menimcha 6 oy, kimdirlar 1 yil deb sotadi. 1 yil ham bo'lishi mumkin. 6 oy, 1 yil atrofida, adashmasam. Yana uni so'rash kerak. Tak shu. U akkumulyatorga emas, garantiya. Bosch beradi 3 yil garantiya akkumulyatorga ham. То есть 3 yil kamida ishlab beradi. Undan ham ko'proq. Xo'p, hamma Tesla'ni ko'rdinglar va ichini ham ochib ko'rdik. Nima chiqdi videoni itogida? Bizda Bosch bu более baribir professionalniy, heavy duty deb yozilgan yozig'i spesialni o'sha tindirma ishlatishga va og'ir sinovlarga mo'ljallangan deb aytiladi va o'shaning uchun ham buni narxi o'sha 2,5-3 barobar farq qiladi. Faqat kuchida emas, akkumulyatorni ham ko'rdinglar, akkumulyatori ham 2 barobar, 2,5 barobar ko'proq ham yetadi va zaryadkasi. Hozirgi ko'rgan nagruzkada zaryadkasi yarim soatda to'ldirib berardi va yana xuddi o'sha ishni qilib berardi. Pitga keladigan bo'lsak, pitda 1 soat u 20 minut kutishlik kerak edi va yana o'sha ishni qilardi. Xo'p, bo'lib kattaroq nagruzkali ishlarga, tindirma ishlatishga Bosch maslahat berib o'tamiz. Chunki bunda уже baribir kачество bo'yicha, kuchi bo'yicha ham ko'rdinglar, o'zingizlar yozib ketasizlar. Menimcha bu o'sha 2,5-3 barobarda pulini chiqazib beradi. И что хотелось сказать по поводу инструмента PIT. Да, инструмент неплохой, но рассматривать его как профессиональный я бы не стал. Да, может быть, где-то они уже близко подошли, но немножко не хватает. Все-таки компания Bosch, да и не только компания Bosch, Milwaukee. Да, любые топ-бренды, они все-таки следят за качеством и очень переживают за пользователей, так сказать, за нас с вами. Вот. Да, они дороже. Да, они где-то, может быть, в плане, как вам сказать, удобства, красоты не самые, да, лучшие. Но в плане надежности этот инструмент, он всегда вас выручит, не оставит вас без работы. Что касается пита, ну, у них есть над чем поработать. Вот, я думаю, у них все впереди. Вот, но еще раз повторюсь, как профессиональный я бы его не рассматривал. Все-таки Bosch недаром Bosch. То есть 2,5-3 barobarga mamnun bo'lgan bo'lasiz. Конечно. Ну, baribirga ham 700 ming atrofida рассматривать qiladigan bo'lsak, bu ham poluprofessional deydigan bo'lsak, to buni ham olish stoyid agar budjet bazarat qilmasa buni olishga. No, lekin baribirga ham kommentda o'zingizlar baribir fikringizni yozasizlar. Biz qo'ldan kelgancha test qilishga harakat qildik, nagruzka berishga harakat qildik va ko'rsatib berishga. Bu yerda qaysi birini olgan bo'lardinglar va fikringiz o'zgardimi yo'qmi professionalniy instrumentga, shuni ham yozib ketinglar. Like, comment esdan chiqmasin.
Hammaga omad. Rahmat. Xayr.